Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zervex10 bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz davlatlar qurish challenge-ni olamiz va bugungi videoni boshlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda biz quradigan davlatimizning nomi bu Fransiya va Germaniya davlatlarini quramiz do'stlar. Hozir davlatlarni qurib olamiz va boshladik. Keyingi qismlarda qaysi davlatni qurishni yozib qoldiring. Shu kommentariyalaringizga qarab davlatlarni quraman do'stlar. Bayroqlarimiz unchalik ham katta bo'lmaydi. 3 ga 6 qilamiz. 1 2 3. Mana shu yerdan 6 blok quramiz do'stlar va mana bunday. Chunki bayroqlarni agar juda katta qilsak, sig'may qolishi mumkin ekranga va video ham cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun sizlarning vaqtingizni olmagan holda mana shunday qilib chiqamiz. Aytganimdek, birinchi quradigan davlatlarimiz bular. Fransiya bilan Germaniya. Mana hop. Birinchi davlatimiz qurildi. Mayli, bitta videoda 3 ta davlat quramiz. Xo'p, keyingi davlatimiz esa bu Germaniya bo'ladi. Hop. Mana bunday va mana shu yerga 3 ta blok va mana bunday xullas mana shunday qilib quramiz. Hop. Endi hozir tepasiga mana bunday Germaniyaniki mana bunday bayrog'i. Hop, menimcha bir blok cho'zamiz. Yo'q, bir blok emas. Naxt. Mayli, 2 blokdan qilaveramiz. Mana bu Germaniyani. Hop. Mana bu yerlarni ham quramiz va mana bu yerlarni ham. Mana Germaniya tayyor. Hop, mana bizni Germaniya tayyor. Endi mana bu yerga yana bitta davlat quramiz. Buni nomini bilmadim, endi nima quramiz. Ha, bo'pti, davay, kelinglar. Chile degan davlatni quramiz. Hozir bayrog'ini bilib olasizlar qandayligini. Juda uzun bo'lib ketmadimi? Sanadim o'zi. To'xtab turinglar. Mana bu yerdan qurish kerak ekan. 2 ta blok ko'p sanavorman. Mayli, hop, 3 ta bunday, 3 ta bunday va 3 ta bunday. Mana bunday qilib quramiz va Chile davlati mana bunday. Hop, bunday va mana bunday do'stlar. Hop, bu davlatning nomi aytganimdek Chile. Chile degan o'zi achchiq qalampir bor. Mayli. Chile degan davlat ham bor. Mana shu Chile va keyingi quradigan davlatimiz bu Indoneziya. Indoneziya, hop. Bunday. Bir blok ko'p qilamiz. Hop. Mana bunday qilib quramiz. Xullas, orasida bitta blok tashlab ketib quraman. Ungacha sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 50 ta obunachi uchun atigi bir dona obunachi kelsa, srazu 50 ta obunachi bo'lamiz do'stlar. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi video chiqishi uchun shu videoga 5 dona like bo'lsa, keyingi video aniq chiqadi. Ya'ni davlatlar qurish challenge. Hop, buni ham quramiz. Mana Indoneziya davlatimiz tayyor. Hop. Endi qaysi davlatni qursam ekan? Endi quraman. O'zbekistonni hamma bilsa kerak davlatini. Uni ham quramiz, faqat ketma-ketlikda. Endi biz quramiz, Turkiyani quramiz, mayli, Turkiyani. Bu bilan bu keladi. Kerak bo'ladi demoqchi edim. Mayli, keyingi quradigan davlatimiz, hozir biz 6 ta davlat qurmoqchimiz. Keyingi quradigan davlatimiz mayli Polsha bo'ladi. Hop, Polsha ham Indoneziyani bitta turi.
Hop. Mana bu yerdan 6 ta sanashimiz kerak. 4, 5, 6. Mana bo'ldi. Mana shu yerdan qurishni boshlaymiz. Aytganimdek, birinchi Turkiya, keyin Polshani quramiz. Nomlarini ham yozib qo'yaman. Xo'p, mana bu yerga Turkiyani quramiz. Do'stlar, web. Mana bunday va bunday. Menimcha bir blok cho'zarkanmiz, mayli, Turkiyanikini bir blok cho'zamiz pastga qaratib, chunki bizga Turkiyaniki sal sig'mas ekan. Yulduzchasini ham bir blok qilmoqchiman. Hop, mana bunday qilsak va mana Turkiya. Oshqamadi, lekin mana shunday qilib mayli quraveramiz. Keyingi videolarda qaysi bayroqlarni qurishimni yozib qoldiring kommentariyaga. Hop. Videoga like bosib, kanalga obuna ham bo'lib qo'yinglar. Ortiqchalik qilmaydi axir. Oddiygina bitta dona tugmani bosish sizlarga hech narsa emas, men uchun katta motivatsiya va keyingi videolar chiqishini tezlashtiradi. Atigi bitta dona obunachidan keyin biz ya'ni 50 ta obunachi bo'lamiz. Bularni ham qo'yamiz, ya'ni oq bitonlarni mana bu yerga va endi qizil bitonlarni qo'ysak, Polsha davlati tayyorgina bo'lib turadi. Mana birinchi qismda biz 6 ta bayroq qurdik. Bular Fransiya, Germaniya, Indoneziya, Chili va Turkiya, Polsha davlatlarini qurdik. Keyingi videolarda qaysi davlatlarni qurishimni kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlar bilan men Zervix bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 50 ta bo'laylik.